30-aprel 2025-yil. Pirit so'riklari pishishga yaqinlashyapti. Xudo xohlasa 2-3 kunda tayyor bo'lib qoladi. Mana ko'rish mumkin. Ko'kdan уже sariq rangga o'tyapti. Boshqalarni ko'rsataman. Boshqa daraxtlarni ham ko'rsatay. Mana ko'rish mumkin. Ko'k rang asta-sekin yo'qolyapti, o'rnini qizil sariq rang egallashni boshladi. Mana ko'rsa bo'ladi. Yana boshqa daraxtimizni ko'rsatamiz. Mana hozir. Quyoshga qaragan taraflari deyarli pishishga yaqinlashib qopti. Ichki yoki quyoshga teskari bo'lganlari ozgina hali ko'kimtirlik bor. Ko'rsa bo'ladi. Shunday holat.